Sinная lapka yoki rakushka. Bu shirinlikning asl nomini bilsangiz, kommentariy siz xizmatingizda. Bitta rechani bosib, kommentariyani bomba qilgunizgacha men bu shirinlikni o'zim retseptimda tayyorlab ko'rsataman. Ha aytgancha, eng qiziq komment egasini istoriyamda отметка qilaman. Idishimizga 4 piyola un, 1 choy qoshiqda razrixlitel va shunaqa o'zidan o'zi qirg'ichdan chiqib qoladigan margarinimizni solamiz. Urvoq holatiga keltirib, 2 tuxum sarig'i va 250 ml qaymoqni qo'shamiz. Yumshoq, sap-sariq va chiroylikgina xamirimizni qoramiz va ona xamirimizni razmeri yong'oqdagi bo'lgan bola xamirchalarga aylantirib olamiz. Bu bola xamirchalarimizga 15 daqiqadan berib, ichiga nachinkasini tayyorlab olamiz. Bu shirinlikning nachinkasi aslida tuxum oqidan bo'lishi kerak edi, lekin men biroz boshqacha qildim. Maydalangan yong'oqga varionoy sgushonka solib aralashtirib oldim. Bu ancha mazali va tayyorlanishi ham juda oson bo'ldi. Bolacha xamirlarimizni yoyamiz, ichiga nachinkadan solib, videoda ko'rsatilganidek qilib tugib olamiz. Chetlarini qattiq yaxshilab bosing, bo'lmasa pishayotganda ochilib ketishi mumkin. Hammasini tugib olganimizdan keyin gaz pechida 180 gradusda 25-30 daqiqa davomida pishirib olamiz. Ustini xohishga ko'ra bezatib olamiz. Men yarmiga saxarning pudri sepdim. Yarmiga bo'lsa varionoy sgushonka surib, ustidan maydalangan fistashkani sepib bezatib oldim. Bu shirinlikni albatta bir marta bo'lsa ham meni retseptim asosida tayyorlab ko'ring va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Albatta har bitta kommentariyani o'qiyman va javob qaytaraman. Videoni esa hech kimga yuborish shart emas, shunchaki tayyorlab ko'rsangiz bo'ldi.